Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana bu Qirg'izning palvon yigiti bu mana bu. Yoshi nechida? 3 ga chiqadi yaqinda. 3 yoshga chiqadi. Bu ko'pkari chavodin palvon. Ha, dadasi shoshilganidan ko'ylagini ham teskari qilib qo'yibdi. Chappa kiydirib. Qara, mana qo'l, mana hozir menga mana qo'lni baylab olib keldi-da buni. Ha, mana qarmab, ha, qirg'izchalar qarmab deymi yoki o'zingizning qirg'izcha baylab olib keldi. Baylab olib keldi-da. Mana yerini ko'rsatyapti menga, mana yerini. Qo'lni ishlamaydi, ha? Qo'li umuman ko'tarmaydi. Mana ushlag'in, tez ushlab ko'rsating. Ko'taradi. Ko'taradi. Shuni mana ishlab ketdi. Hozir bu qo'l shol edi, bir 5 minut oldin. Bu mana yerini chiqarib qo'ygan. Mana bu suyak bor, mana bu suyak. Mana yerga ushlashdim. Suyagini mana bunday qilsam, voy deb chiyqirib, qo'yib soldi. Buni men videoga olishimning sababi, sop bo'lib bo'lsa ham video olishimning sababi, shunday ekan yosh bolalar mana qo'li ishlamay qoladi, deb ishlatilmaydi. Ko'tarilmay qoladi, shol bo'lib qoladi. Doktorga borsa shamollab qolibdi deydi. Mana renginde bu ko'rinmaydi. Mayda suyak bunday toyib qoladi-da, mana yerda ichidagi payda bunday mijib qoladi bunday qilib. Ichida turgan payda bunday qisib qoladi. Bunday turgan narsa deb qoladi. Keyin buning qo'li ishlamay qoladi. Shuni sarsani chiqib, rengin, pengin qilib yuraveradi, ko'rsatmaydi buni. Chunki joyida turadi-da. Joyida turgan bilan bunday turmaydi-da. Bunday turadi. Sali, bilmayman. Ichidagi manozilni deb qoladi. Bunday turmaydi, bunday bo'ladi. Tushuntiradimi? Shuning uchun bu bola qo'li ishlamay, bunday qilsa ko'tara olmay keldi. Ko'tar endi qo'lingni. Ko'rsat. Ko'taradi qo'lim. Elmir. Ko'tar qo'lingni. Mana shu ishlamasdi. Hozir. Ko'tar o'zim. Dadang shapkasini yana bir ushlab ko'rsat. Ana ishlab ketdi. Ko'taradi bunday. 5 minut oldingiga.